Xotinjon, qara, men senga 8-marta sovg'a olib keldim. Voy hayotim. Ha, aka. Uylanmasingizdan oldin 8-mart faqat singil uchun edi. Uylanmasingizdan oldin mana shu murg'ak qo'llarim bilan kirlaringizni yuvardim. Eyvoh, singlim to'xta. Singlim, mana shu sepochka senga singlim. Akam jonim, akam, mani mehribonim, akam uylanganingizcha kirlaringizni yuvganmish. O'tmish bilan yashashni bas qiling. Hozir yoningizda men borman. Men kuningizga yarayapman. Qo'y. Eyvoh, xotin to'xtagin. Xotinjon, bu sovg'a aslida senga edi. Akam tog'im der edim. Akam och qolmasin deb mana shu qo'llarim bilan ovqat pishirib berardim. Ana endi bitta sepochkaga arzimagan singil kimga ham kerak? Beshafqat dunyo. Eyvoh, singlim shoshma. Singlim, mani ko'zlarimda moshday ochding, mana shu tilla senga ol. Aka desam, yayragaydir zabonlarim. Issig'i-yu sovug'iga qarasam, tunlar bedor ovqatlar qilsam, meni qadrlamaslar orasida men bechora tillan suyuqqa joy yo'q ekan. Nima qilaysizlar? O'zi bittagina sepochkacha senga beray, bunga beray, nima qilay? O'g'lim, 8-mart onajonlar bayrami. O'sha tillarni menga berib qo'ya qol. Bo'lmasa hammamizga bitta ber. Qaydan olay tilloni yana? Ishonchdan oling. Ishonchdan? Ishonch do'konlarida 8-mart Xalqaro xotin-qizlar bayrami munosabati bilan 7, 8, 9 mart kunlari har 3 millionlik xaridga bitta kafolatlangan sovg'a berishyapti. Yo'g'i? Agar tillarni muddatli to'lovga xarid qilsak, grammi 1 250 ming so'mdan. Grammi 1 250 ming. Bundan tashqari barcha mebellarga 8 barobar bonus bo'lyapti. Oldinlari 10 millionli mebel olsak 3% bonus berilardi. Hozir shu 24% bo'lgan. Hammalariga sovg'a olsam bo'lar-ekan-ku. Dadani ham kimdir o'ylarmikan? Dada 8-mart ayollar bayrami-ku. Dadaga sovg'a berish uchun qaysidir bayram kutish shart emas. Eyvoh!